O'z xotinim o'zimga bo'ysunmasa, gapirgan payda gap qaytar olmasam, uydan chiqishga bahona o'ylasam, nega ruxsat bermaydi? Nega san uydan chiqishga duxing yo'q? Uy ishlaridan boshqa tashvishing yo'q. Uylanganingga hech qancha bo'lgani yo'q. Darrov bo'yni berding. Xotin ko'chaga qo'yvor, aylanib kelay, ovqat ham tayyor, yana nima ishing bor? Ay, Yo'ra chiqa qol, chopdik semichka, tezroq supurib ol. Chiqdi, keldik. Oyoqdan ol. Gitmayman. Sana odam chaqirmasak san o'zing chiqmaysan. Qachongacha